Atip, u tarafının Sovet'nin kolu bilen KGB'lar urup aldığını Sibiriya'ya taşlap yok attı. Kaynini ulanın akıda her xil usullar bilen yok attı. Bu taraftan Xitay hükümeti Sovet'e kaçmakçı olgan dep özü kaçırıp atkan halkını şucuncucu dep tutup apırıp turmulağa taşlap turmulağda iz direksiz yok attı ve öldürdü. Yanı bir taraftan bula Xitayçı etmanda Deng Xiaoping yoki amaldarlar siyosati, yo'qotish siyosati bular sesiq ziyolilar deb turib tarımga surgun qildi. Tarım bo'yiga ketdik degan naqshlar ana shu vaqtda ijod bo'lgan. U vaqtda ijod qilingan xalqning naqshlarini hozir anglasangiz, hozirmi anglang. Kasetlarni tepib elib, yuragingizni zil-zilga selib sizni yig'iltidi. Ana tarımga bütün bizning ziyolilarimizni, huquqdorlarimizni, yetakchi akıllarimizni, yozuvchilarimizni, olimlarimizni tarımning etikiga dunyoning hamma, nima, Sharqi Turkistonning hamma yeri cho'l jaziralariga tashlab, nodon xalqning qo'li bilan shularni urdirib, nodon xalqning qo'llari bilan ularni yo'qotdi. Ularning ishib qolgan oz qismilar aksiga akeldik, pimpan qildik deb Urumchiga qaytib kelganlar bo'ldi, o'z yurtida o'z o'rniga chiqqan. 100% yoki 1000% adam aman qaldı. Qağallarının hammasi oldi kayni o'lib, bollari vayron bo'lib tugadi. Xitoy ana oqqarini o'qib qolgan, o'zi ishlatgan amaldorlarga ishonmay, eng oxirida ularni shunday yig'ishtirdi. Shuning qatorida o'zanglar bor, Iminubkamni urib, o'kul bilan o'ltadi. Tillari og'zidan chiqib ketdi. Shu Abnum rayonining shu vaqtida muavin raisi edi. Mana Uyg'urlarninki amaldarlarning taqdiri doktorxonada saran qilib o'ldirildi. Tövendikilarning taqdiri turumlarga tashlab o'ldirildi. Buningga jasorat qilib o'zining maydisini kerib chiqib, vatanining ozodligi uchun Barin inqilobini ippagan, Ili inqilobini ippagan, 3-madaniyat inqilobida 3-batalyon inqilobini ippagan, 85-88-yili o'qituvchilar harakatini ippagan, Oqsu namoyishini ippagan barliq inqilobchilarimizni qattiq qonliq bastırdı. Hech qanday rahim qilmay, qo'lida yog'ochning sunuqi yo'q xalqni aeroplanlarni akilib, qirg'inchilik qilib, harbiylarni to'kib, ishkirda Uyg'ur deganni bilib baxmaydigan Xitoy harbiylarni Uyg'urlarga qarshi tarbiyalab, uning ismini Bingtuan qilib, Bingtuan deb qo'yib, Uyg'urlarni bostirishga ishlatdi. Sharqi Turkistonni Manju besib olganda shivalarning qo'li bilan yug'ishtirdi. Shivalar bilan bizning ichimizga adam soldi. Sharqi Turkistonni Xitoy besib olganda Bingtuan deb Gomindangning qoldiqlari bilan bütün etrafımızga Bingtuanni qo'yib, yezi qishloqlardagi odam ko'migan yerlardagi ayrim yezlardagi odamlarimizni adam uqmagan yerda avtomat bilan qirib, tirik yerga ko'mib tashladi. Ba'zan yezlar izdiraksiz, Shixanza qonga milangan hozirgi Shixanza Uyg'urning qiniga milangan yeshil bo'stonliq. U yerga Bingtuanning askarlari ko'chib kelib, ba'zan yezlarni ismi cismi bile yok taşlap Uygurlarını aşağı tirik gömbetti. Kirsin Taylar'ın kitabının Dünya Uygur Kurultayı'nın tercüme kılan tercümesini okunlar. Bizden adamlarımızın kandak tirik yer köpmetipti. Sizler tehi özengler birbirinlerini bildiğinler bilisler. Bilmeydiğinlerini Bingtuan'ın Xitayları Xitay hakimiyeti diktatörü kandak mehbi kırıp öldürdü. Medeniyet inkılabının aldı kayını 54. yılı, 57. yılı, 68. yılgacha 62. yıldan tartib qandoq o'ldirdi? Ochliq o'tkili deb o'ldirdi. Ochliq o'tkilda Xitoylarningki Bingtuanlarning omborlarida taga-tagada 10 ming Uyg'ur bayda aşı Xitoylarning iskilatiga qo'lini uzitib, shunda eslib turib ochliqdan o'ldi. Ko'ch-ko'chlarda. Ular to'qliqdan sakridi. Bizning hayotimiz 58 yillik hayotimiz xo'rliq, zulüm, kırgınçılık, tehdit, en ahırda bir parça nan üçün, bir hizmet üçün, birbirimizge işenmeydiğen, birbirimizde en çentiniği setilip, çakıdığan, çakmasak hizmetke erişenmeydiğen, ballarımızı bakanmaydiğen bir kosakka bizni ilip koydu. Ben demokratiya devletlerine çıkıştım burun, bu erkinlikke erişken adamların hayatını görüştüm burun, bir öyde yitosan deysizler. Yitosan bir to 3 öyning ichida yoki bir to 2 uyga yoki bir to bir uyga erishgan bir kodir dunyoda millionlar bo'lganda qo'shib ketadi.
Men maşaga chiqqandan keyin dunyodagi erkinlikni ko'rgandan keyin ularning hammasi shakli o'zgargan qul ekanligini ko'rib ketdim. Men bir kuni Ablat Abdurishitning uyiga borsam, 3 egizlik uyga ular nihoyat xo'shib ketibdi. Hozir 3 egizlik uyni g'arbiy dunyoda erkinlik erishgan o'zining zimini va odamlar etqa vaqtida odatdagi bir ishchining uyi ekan. Bizni Xitoy diktatorlari ana qo'sig'imizni ashundaq elib elib bir hayot, bir egizlik uyga muhtoj, 3 nonga muhtoj, bir kunda 3 vaqt tomoqqa muhtoj, bolalarimizni o'qitishga muhtoj. Bolalarimizni sinfga kirib o'qita olsaqlar, 3 vaqt tomoq yeyalisak, bir egizlik uyga erishalisak, biz o'zimizni eng baxtli deb hisoblaydigan qilib qo'ydik. Dünyani tushunmaydigan qorong'ilikning ichiga solab qo'ydi. Dunyoda nima bo'layotganligini, erkinlikning nima ekanligini bilmaydigan qilib qo'ydi. Biz hozir ustimizda bo'layotgan zulmni xuddi Xitoy bizni ashunda assi bo'ladigan, xuddi biz o'zimiz shunda ezilishga tegishlik his qiladigan darajaga olib qo'ydi. Kim olib qo'ydi sizlarni? Ana Xitoy diktatorlari, Xitoy ko'chmanlari olib qo'ydi. Bizning Uyg'urlar burun biz mush ziminning egisi deytdik. Ko'chib kirgan Xitoylarning paskiniligiga, maynatligiga, ularning madaniyatsizligiga hayron bo'lib, biz ularni yaratmaydik. Hatta ular o'ttaga yadi o'tiramaydik. Hozircha qizlarimiz Xitoyga o'xshaydi ekan, bek chiroyli ekan deydigan bo'lib qopti deb angladim. Qachondan beri shunda bo'lib qoldinglar? Qizinglar Xitoyga o'xshasa, o'zinglar Xitoyga o'xshasanglar chiroyli bo'lamsizlar? Chunki xalq shuni qabul qildirgan. Xalqni asta-asta o'zini unutildirib, shuni qabul qilishga majbur qilgan. Uyqumizni ichishimiz kerak, biz qabul qilmasligimiz kerak. Biz shundaq madaniyatlik, shundaq go'zal, shundaq tarix yaratgan, shundaq madaniyat yaratgan, shundaq bir pokiz, shundaq bir buyuk, shundaq bir go'zal zaminning egasi. Biz o'zimizni tunishimiz kerak. Tunimidik emas. Biz o'zimizni tunidik, tuniyatimiz, tuniyatganligimiz uchun sonsiz odamlarimiz turmushga yetyapti. Sonsiz odamlarimiz o'lim jazosiga hukm qildi. Sonsiz odamlarimiz vayron bo'lib sargandar bo'lib chiqib ketib, o'zining erkinligi uchun kurash qilib, dunyoning hamma yerida oshqasimi, xizmat bo'lmasimi, hatto ko'chalarda pizza to'chisimi da'vo qilib beryapti. Sanoqsiz bolalarimiz bor. Mayli O'rta Osiyoda bo'lsin. Masalan, O'rta Osiyo masalasini sizlarga misol qilib beray. O'rta Osiyoda birinchi avlod sargandar, ikkinchi avlod sargandar, uchinchi avlod hozir sargandar oldu. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz har birisi, har minut, har sekund davomli vatanning mustaqilligi, Uyg'ur xalqining o'zining kelgusidagi o'z taqdiriga o'zi ega bo'lish uchun davomli bir daqiqa unutib qolmay shu kurashni davomlashtiryapti. Shu orzu bilan ketyapti. Biz vatanning ichidagi Uyg'urlar-chi? Vatanning ichidagi Uyg'urlar hatto o'zimizni unutib qilayotganlar va hatta biz osmolasiya bo'lishga tegishli deb qarayotganlar va endi biz tugudik, buningdagi bizda umid yo'q deyotganlar va yo'q, unda emas. Biz tarixdan beri hech kimga tajovuzchilik qilgan emas. Biz bir demokrat, erkin, o'zimiz mustaqil yashab, hech kimni xafa qilmay, hech kimga diktator ishlatmay, san'at xumorlik bilan go'zal hayot kechirgan, tarix yaratgan, madaniyat yaratgan, adabiyotlar yaratgan, til yoziq yaratgan, buğday terishni haq o'gitib qo'ydi deb, buğday terishni haq o'gitib qo'ygan shundaq bir millat. Bizning avlodimizdan qo'rqib Xitoy hukumatı, Xitoy xalqi o'zlari tinch yashash uchun Sadachin sepilni sog'an. Sadachin sepilning bu tarafida ularning hech qanday haqqi yo'q. Sadachin sepilning ichida ularning simli. Sadachin sepilning bu tarafichu ayni Tibet xalqining, mayni Uyg'ur xalqining, Gansu degan, Kangsu degan gap. Qadim biz yashagan yerlar. Biz